Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilar, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 10-iyun sanasi, yozning 1-oyi. Sayz nomli tarvuzlarimizni bugun uzishni boshladik. Do'gaga ekilgan bilan oldingi videolarda boshqa navl tarvuzlarimizni ko'rsatganmiz. Bugun bu tarvuzni ham pishib qolibdi. O'zgarib. Tarvuzlar balki 18 minggacha bugun narxi. To'g'risini aytavering, obunachilarimizga biz har doim kanalimiz nomi ham ishonchli degan kanal. 7 kilo shablon 14 ming so'm. Bo'lsa aytaveringlar, shunday zo'r tarvuz bo'lsa-ga. Olaveramiz qancha bo'lsa. 7 kilo shablonga 14 ming so'mdan donaga berganmiz. Nimaga shutga tushdimi, dona bo'ldimi degan savollar bo'lishi mumkin. Biz o'zimizcha o'zaro kelishganmiz-da, nima oson bo'lishi uchun. İşimiz oson bo'lishi uchun shutga kelishib olganmiz. 7 kilolik tarvuz, 7 kilo shablon qo'yganimiz bilan deyarli yo'q. Tarvuzlar 20 kilo, 18 kilo bo'lyapti. Mana shu tarvuzlar 20 kilolik tarvuz. Kattaligi juda ham katta. Pishganligi ham zo'r. Hozir ortish jarayonlaridan ham videolar bo'ladi. Olayotgan klientlarimiz 11-11,5 kilodan aylanishini hisoblagan. Endi men o'zimcha 10 kilodan oshiq aylanadi, 10 kilo atrofida 11 kiloda aylanishi ham mumkin. 10 kilo aylanishini hisoblaganman. Men klientlarga balandroq hisoblayapti, bilmadim endi. Qanaqa aylanadi? Balkim og'irroq aylanar. Kichik tarvuz deyarli yo'q.